Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz gazlarni namlikdan, karbon angidriddan va nisbatan yuqori bo'lgan uglevodorodlardan tozalashning pifti sxemasini o'rganamiz. Ushbu gazimiz o'tgan slaydda o'tgandek separator qurilmasidan ajratib olinadi. Mana bo'r bo'ylab harakatlanib kelmoqda. Bu yerdagi aynala belgisi gazning bosimini, to'rtburchak belgisi esa gazning haroratini bildiradi. Rom shakli esa qancha metr kub gaz soatiga oqib o'tishini bildiradi quvur bo'ylab. Yani harakatlanmoqda gaz mana. Gaz harakatlanib mana birinchi klapandan o'tmoqda. Klapanning belgisi piftda shunaqa bo'ladi mana. Demak, klapan ochiq, gaz birinchi adsorberga keldi. Bu yerda sialit bor. Sialit gaz tarkibidagi namlikni va qisman karbon angidridni ushlab qoladi. Bu yerdan gaz harakatlanmoqda mana. Bu klapandan ham o'tib filtrga kelmoqda. Filtrning belgisi piftda shunaqa. To'rtburchak va uzuq-uzuq diagonallari bor. Shu filtr gaz tarkibiga qo'shilgan sialit changlarini ushlab qoladi. Endi shu joyda to'xtaymiz. Regressiyasiga e'tibor beramiz. Ma'lumki, sialit namlikni yutgandan keyin tuyinadi. Buni qayerdan sezamiz tuyinganligini? Chiquvchi va kiruvchi va chiquvchi gazning bosimidan sezamiz. Ya'ni peripat yuqorib ketsa, masalan, kirguncha 3 edi, chiqquncha 2,5 bo'lib qoldi. 0,5 peripat bor, ya'ni farq bor, differensial bor. O'shani priborlar sezadi, bosim priborlari va bu klapan yopiladi-da, gaz bu klapan ochilib ketib, bu yoqdan harakatlanadi mana. Bu yoqdan harakatlanib, ikkinchi adsorberimizga keladi va bu yerda tozalanadi. Pastga tushib ketmoqda. Demak, birinchi adsorberni regressiya qilishimiz kerak. Buning uchun bizga energiyasi kerak, azot va metan mana kelmoqda mana. Kelib, bu klapan ochiladi va harakatlanib, qizigan bu gazlar energiyasida qizigan. Natijada sialitni g'avoklarini qizdirib, kengaytirib, namlikni va boshqa yutilgan gazlarni o'zi bilan mana olib chiqib ketadi mana. Shu sirkulyatsiya asosida sialitlar regressiya qilinadi. Demak, bu yerdan filtrdan chiqqan asosiy gazimiz mana harakatlanib bormoqda. Mana bu yerda ham klapan bor, bu yerda o'tmoqda. Klapanni kontrol qiluvchi pribor ham bor bu yerda. Avtomatik ishlaydi klapan, buyruq beradi mana bu priborlar. Demak, bu yerda teplaminlik mavjud, sovutuvchi teplaminlik, ya'ni ushbu shaklda belgilanadi piftda. Mana gaz mana shu quvurlar orqali harakatlanmoqda. Faqat minusovoy teplaminlik bu yerda sovuqlik almashtiriladi. Plus holatda mana gaz sovuydi, mana birinchi silindr sig'imga keladi. Kolonnaga o'xshaydi, ya'ni kolonnaning bir qismi bu ham. Bu yerda qisman 38 gradusgacha sovigan gaz kirib keladi-da, mana bu yerda sovidi chunki. Qisman yengil uglevodorodlar kondensatlanadi. Degan katta miqdordagi gaz mana bu yerdan chiqib ketadi, mana chiqib, mana harakatlanmoqda va asosiy sovutuvchi, etan bilan sovutuvchi qurilmamizga keladi mana. Mana bilan mana bir xil qurilma mana, o'xshaydi bir-biriga. 50dagi simbollari o'xshaydi mana, bir xil qurilmada. Demak, harakatlanmoqda. Mana bu sariq rangdagi, ya'ni oranjiy sariq rangdagi narsa bu etanni bildiradi, sovuq etan. 52 gradusgacha sovigan etan ekan. Demak, gazni sovutadi. Natijada gaz 52 gradusgacha sovib, mana bu yerga keladi-da, karbon angidrid va maksimal darajada qolib ketgan suyuq uglevodorodlar kondensatlanib tushadi mana shu qurilmamizda mana. Belgilangan mana shu yerda yig'ilib, mana bundan chiqib, suyuqlik, ya'ni karbon angidrid va yengil uglevodorodlar mana bu yerga yana qaytib keladi-da, bu yerdan chiqib ketadi mana. Mana chiqib mana o'zining sovuqligini mana kiruvchi gazga berib o'zi isib chiqib ketyapti mana. Bu yerdan chiqqan gazimiz mana bu yerga chiqyapti ekan. Mana chiqqan gazimiz bu yerda harakatlanib, mana o'zining sovuqligini bu ham mana kiruvchi, o'rtadagi kiruvchi quvurga berib ketmoqda va o'zi isib, keyingi qayta ishlash uchun reaktorlarga berilmoqda. Endi karbon angidrid bilan gaz kondensat reaktorlarga berilyapsa, katalizatorlarni zaharlab qo'yishi mumkin. Shuni oldini olyapti. Endi priborlar haqida gaplashamiz. Demak, bu yerdagi mana bu priborlarimiz mana klapanni nazorat qilyapti. Ya'ni bosim priborlari, sath priborlari bor bu yerda, mana harorat priborlari bor. Shu hammasi bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi. Misol uchun mana bu yerda level pribori etanni
konsentratsiya tushib ketsa, ko'proq klapni ochadi, ko'proq konsentratsiya kiradi. Mana bu pribor esa, ya'ni oqim pribor ekan bu. Qachonki mana bu gaz yaxshi sovimayotgan bo'lsa, mana signalni olyapman, qarang, mana haroratni olyapman. Demak, gaz yaxshi sovimayapti. 52 gradus emas, 50 gradusgacha soviyapti deydi. Demak, itan sirkulyatsiyasini tezlashtirish kerak. Signalni beryapti mana bu ikkinchi priborga. Bu pribor klapanida kattaroq ochyapti. Natijada itan sirkulyatsiyasi tezlashdi mana. Ikkita pribor, harorat va oqim pribor bir-biriga bog'liq ravishda ishlayapti. Natijada sirkulyatsiya tezlashgandan keyin soviydi mana gaz. 1050 gradusgacha soviydi. Natijada sifat yaxshilanadi bu yerda. Bu yerda ham mana level kontrollerlari bor mana. Bu yerda oqim kontroli bilan birgalikda ishlaydi. Ya'ni qachonki manadagi satq ko'tarilib ketsa, signalni oladida mana bu oqim priboriga signal beradi, satq pribori. Natijada oqim pribori klapanda ko'proq ochadi. Natijada bu yerdagi mahsulot ko'proq chiqib ketadi-da, satq kamayadi. Xuddi shunaqa ishlaydi. Mana priborlar ham shunaqa ishlaydi. Ya'ni qachonki bu yerda qanaqadir problema bo'lsa, ya'ni teplamlikda yoki mana qurilmada problema bo'lsa, mana bu klapan yopiladi-da, mana bir-biriga bog'liq ravishda ishlaydi mana bu. Klapan shunday yopiladi-da, bu klapan ochiladi, bypasslanadi, ya'ni aylanib o'tadi mahsulot. Bu ma'lum bir soatgacha ishlaydi, har doim ishlamaydi. Masalan, buni qurilmani tuzatib olish kerak 2 soat ichiga. O'sha paytda ishlab turadi. Ungacha ishlamaydi. Demak, bu gazni namlikdan, kamroq yengillikdan va spechdan yuqori bo'lganlardan tozalash PFT sxemasi edi.